Yana bir muddat ortda qoldi. Yangi hafta bo'sag'asida turibmiz. O'tayotgan hafta ham ko'plab yangiliklarga boy bo'ldi. Ularning deyarli har biri mamlakatimiz madaniy hayoti bilan chambarchas bog'liqdir. Assalomu alaykum. An'anamizga ko'ra bugun ham o'tayotgan haftada amalga oshirilgan ishlar bilan birgalikda nazar tashlaymiz. Talaba yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularning ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida aql gimnastikasi shiori ostida shaxmat va shashka musobaqalari tashkil etildi. Ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti yoshlar yetakchisi Nargiza Akayeva tomonidan tashkil etilgan Team Working jamoasi o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Namangan davlat pedagogika institutining rahbar xodimlari va professor o'qituvchilari Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi Uchqo'rg'on mahallasiga tashrif buyurishdi hamda mahalladagi yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Namangan davlat pedagogika instituti jamoasining Kosonsoy tumanidagi Uchqo'rg'on mahallasiga tashrifi doirasida madaniyat markazi binosida karyera kuni o'tkazildi. Talaba qizlar uchun erta nikoh va oilaviy ajrimlarni oldini olish mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Yoshlar kengashi faollari tashabbus bilan professor o'qituvchilar va talaba yoshlar uchun o'zgacha kayfiyat ulashish maqsadida qiziqarli aksiya o'tkazildi. Namangan davlat pedagogika instituti rektori Murodxon Qodirxonov o'zi tahsil olgan Chust tumanida joylashgan 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida Murodxon Qodirxonov mazkur maktabning bitiruvchi sinf o'quvchilarini so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan qutlab, yoshlarni katta hayotga qadam qo'yishlari bilan tabrikladi hamda o'quv jarayonlari davomida o'z iqtidori va faolligi bilan tengdoshlariga namuna bo'lgan o'quvchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun institutning yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Alisher Soqboyev tomonidan dars mashg'uloti tashkil etildi. Talaba yoshlarda milliy an'ana va qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish maqsadida tutor Laylo Nuraliyeva va ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi Nafisa Baliyevalar tomonidan ona yurtim maskanlari, urf-odatlar, udumlar va qadriyatlar mavzusida talabalar sayli tashkil etildi. Talaba yoshlar bilan tizimli ishlash va ularning sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash, zamon talabiga mos kadr etib shakllantirish jarayonini tashkil etish va ularni qiynayotgan muammolarni o'rganish maqsadida Namangan davlat pedagogika instituti ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi fakultetining kechki ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalari ishtirokida rektor va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Talaba yoshlar o'rtasida mustaqil fikrlovchi, o'z fikrini erkin ifodalay oluvchi va dunyoqarashi keng bo'lgan yoshlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini yanada rivojlantirish maqsadida Namangan davlat pedagogika institutida eng yaxshi notiq talaba tanlovi o'tkazildi. Biz huquqbuzarlik va korrupsiyaga qarshimiz mavzusida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv davomida mutaxassislar tomonidan talaba yoshlarga ushbu illatning jamiyat barqarorligi hamda taraqqiyoti kushandasi ekanligini, uning oldini olish va ushbu salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslikda har bir inson mas'ul ekanligini alohida ta'kidlab o'tildi.